Qasoskorlar 3 filmi, Abadiyat jangimi yo Cheksizlik jangimi, o'shani 3-qismini ko'rdim. Dublyajı dahshat uni ham. Himoya qobig'i ishdan chiqdi. Kemada askan oilalari bor. Kemada askan oilalari bor. Bilasizlarmi qatligini? Bu to'rti qo'yilgan joy Asgard aslida. Aslida Asgard lekin tarjimada o'zi Qasoskorlar 3 filmini yana bitta yangi nom bilan nomlasak bo'ladi. Bu xorlangan Kapitan Amerika. Sababi Salom ki. Salom Murod. xo'sh, bunda nima yomon tomoni bor deyishinglar mumkin. Men ingliz tilini zo'r bilmayman. IELTS 16 mi, 25 bo'yatibdi. Kapitan Amerika, ya'ni kapitan so'zini qisqartirilgan Cap. Yo, Cape. Rahmat Kep. Endi nima qilib endi bir marta Cape degan bo'lsa. Ko'ringlar mana. Hammani safarbar eting. Kepga qalqon beringlar. Cape'ga qalqon beringlar. Mayli, bunisiga ham qol. Men Grootman. Men Cliff Rogers. Birinchi qasoskor. Kapitan Amerika o'zini ismini to'g'ri ayta olmasa. Steve deganda qaradi. Menimcha kinodagi hamma uni noto'g'ri chaqiradi. Aslida u Cliff. Xo'p, hozir masalan sizlar aytishingiz mumkin. Nima qilibdi endi? Kep demayapti-da, Cape deyapti. O'zbekchada aytyapti desak agar. Dok. Nega Dok deb chaqiryapti? Uni ham Doik, Diokmi yoki bilmadim qanaqadir. Deikmi desak bo'lardi o'zbekcha qilib, a? Zaxira kemani olaman. Bekor gap. Kichik kemani sizga berib qo'ymayman. Tushunarlimi, janob? Queen, nega ovozingni do'rlatib gapiryapsan? Kim? Sen. Momaqaldiroqqa taqlid qilyapsan. Bu shu sahnani bir qanaqadir qizdiradigan, bir kuldiradigan joyi. Ya'ni Thor ovozi yo'g'on, do'rillab gapiryapti va Peter Quill unga taqlid qilyapti. Bu joyda bizda bir xilda ketyapti. Prosta tekstda o'qib berilgan xolos. Bunaqa holatli filmda juda ko'p bo'lgan. Video oxirida men bitta savol beraman. Bu kino ixlosmandlari, ayniqsa Marvel muxlislari uchun bo'ladi. Steve Rogers mana bu joyda Yer o'zining eng yaxshi himoyachisidan ayrildi. Biz jang qilish uchun keldik. Yer o'zining eng yaxshi himoyachisidan ayrildi deganda kimni nazarda tutdi? Izohlarda qoldiringlar.